Hammaga assalomu alaykum. Bugungi darsimizda kontroller va viewlarni bog'liqligini ko'rib chiqamiz. Kontrollerlar bu C# klasslari bo'lib, ularning nomida kontroller so'zi bo'lishi kerak. Masalan, home controller yoki product controller. Kontrollerlar kontroller bazaviy klassidan nasllanishi kerak bo'ladi. Va ular odatda controllers papkasida saqlanadi. Kontrollerlar public metodlarga ega bo'ladi va ular iAction result qaytaradi. Bunaqa metodlar actions deb ataladi. Endi framework qaysi kontroller qaysi viewni ochishini haqida gaplashsak. Konvensiyaga asosan framework kontroller nomidan kontroller so'zini olib tashlaydi. Bu yerda masalan home qoladi. Keyin esa metod nomiga qaraydi. Masalan index metodi. View papkasidan home nomli papkani qidiradi. Va ichidan index.html faylini topishga harakat qiladi. Agar ko'rinish topilmasa, view'ni topilmasa, u holda views shared papkasini ham tekshiradi. Ya'ni o'tgan darsda ko'rib chiqqan program.cs fayldagi marshrutizatsiya orqali kontrollerimiz quyidagi so'rovlar kelganda shu view'ni ko'rsatadi. Ya'ni domenni nomini o'zi so'rovi yoki home index so'rovi kelganda views papkasidagi home papkasidan index faylini ko'rsatadi. Endi bu tushunchalarni product controller va view yaratib, ularni amalda sinab ko'ramiz.